Yashnobodda uy qidirib yurganlar uchun maxsus taklif ko'rib turgan mana bu binolarda 2 xona 3 xona variantlarimiz sotuvga chiqyapti o'rtoqlar. Lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsam, mana bu Kadishevga chiqib ketadigan yo'l, mana bu esa Parkenskiy va trassaga chiqib ketadigan yo'limiz. Yonimizda Korzinka, pitseriya, magazin, stomatologiya, klinika, hamma narsa mavjud o'rtoqlar. Videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, narxi bilan planirovkalarini batafsil ko'rsataman. Xo'p o'rtoqlar, hovlisi yopiq hudud hisoblanadi. Детский площадка, besetka, parkovочный zonalari va o'zi 24 ga 7 охраняемый zonada. Kim baraka qilsa yoniga parkovочный joyi ham qo'shib beriladi. 3 ta parkovочный joyimiz bor. Navestegida mashinadan qo'yib kirib ketaverasizlar. Hop, liftlardan chiqqanda o'rtoqlar, chap qo'lda, o'ng qo'lda kvartiramiz bor edi. Bu baraka bo'ldi. Hozir 10-qavatda 72 kvadrat bor. Keling, ichkariga kirib ko'ramiz. Xo'p o'rtoqlar, mana 72 kvadratli kvartiramiz. Hozir periplanirovka bo'lmagan, ochiq holda 72 kvadrat. Buni spokойно 3 xona ham qilsa bo'ladi, 2 xona qilsanglar anchagina shinam va komfortli bo'ladi. Panoramli oynalari bor, vidlari, qora suv kanali o'tgan. Bu yoqda metro, Korzinka, больница, bog'cha, maktab, hamma narsa bor. Kelinglar endi 11-etajga chiqib, bu yoqdagi planirovkalarni ko'ramiz. 11-etajga o'rtoqlar zina orqali chiqamiz, sababi lift faqat 10-etajgacha chiqadi. Mana bu joyning o'zida podyezdagi kiraverish qismini qilib qo'yamiz, xudo xolasa. 11-etajga ham chiqib oldik o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek keng, mana shu joy o'zida 300 kvadrat bor. Vidlari bu tomondan ham ancha chiroyli. Bu yoq vidlarida shu joy o'zida 3 ta maktab, bog'cha, poliklinika, больница, Korzinka, zapravka. Bu yoqdan yangi O'zbekistongacha 5 minutli joy. Naryoqda yangi aeroportimizga tushgan, bilasizlar. Bu yoqda Olimpiyskiy shaharcha. Hop, planirovkalariga keladigan bo'lsak o'rtoqlar, 60 kvadratdan 77 kvadratgacha variantlarimiz bor. 2 xona, 3 xona. Ulgurib qolinglar. Narxiga keladigan bo'lsak, yonimizdagi любой настройkalarni qiziqib ko'ringlar. Eng kamida $1000 dan $1500 sotishyapti. Hali bitmagan, 1 yil, 2 yilda bitadigan xonadonlar. Biz sizlarga уже bu yil kirib yashaydigan xonadonlarni 11-etajini $1100 dan и 10-etajini $1200 dan taklif qilamiz. Yoniga o'sha boya aytib o'tgandek parkovочный joyi ham qo'shib beriladi o'rtoqlar. Baraka qilsanglar bo'ldi. Telefon qilinglar, batafsil ko'rsatib, tushuntirib, lokatsiyalarigacha ham olib borib kelamiz. Salomat bo'linglar, charchamanglar.